Assalomu alaykum. Yana yaxshimisiz o'zimiz? 22-chi shumi? Ha, shu. Dostavka zakaz qilgan ekansizlar. Voy, uzr, biz hech nima zakaz qilmagandik. Adashaman, keling, sizmi, qarindoshingizni, eringizni kimdir zakaz qilganda, oling, men shoshilib turibman, qo'l qo'yib bering. Ketishim kerak. Mana. Sog' bo'ling. Voy, oyi, nima o'zi mangami? Yo'q, bilmadim, bolam. Menimcha bular adashdi-yu. Voy, oyi, nima bu? Voy, krossovka, kurtkaga bitta kiyib ko'ring. Qayoqdasan? Nima? Bolam. Qanaqa 22, 21? 5 marta aytdim senga 21 deb. Kiyib ko'rasanmi? Ha. Faqat tez ket dedi shayton. Hop. Voy, oyi, qarang, zo'r ekan. Menga ham shunaqasidan olib bering. Xo'p, bolam. Faqat keyingi olib beraman, xo'p? Chiroylisidan olib beraman. Siz menga Allohdan nima so'rasang beradi dedingiz. Balki Alloh meni eshitib, bularni jo'natgandir. O'zim aqlli bolam. Tinimsiz Allohdan so'ragan, Alloh beradi. Hozir hech egasi kelib qolsa, kel tez yechamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sizlarga bo'lsa kerak-a? Hozir o'rab beraman. Yo'q. U sizlarga kenangiz buyurtma qilgan ekan. Razmeri to'g'ri keldimikan deb qaragandim. Voy. Bizagami? Rahmat. Rahmat sizga. Arzimaydi. Kenayim ham, siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni rohatini ko'ring. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.